Safe kompaniyasining yangi AXD806 modeli. Keling, buni qanday qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Tonometr elektron bo'lib, avtomatik ravishda ishlaydi. Ya'ni manshetni o'zi shishadi va havoni chiqaradi. Ushbu qurilmaga xizmat ko'rsatish bo'yicha kafolat beriladi. QR kodni skanerlab, Telegram botga o'tib, kafolatni faollashtirishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun servis sentrida nomer ham yozib qoldirilgan. Korobka ichida mana shunday chexol bo'ladi. Komplektda manshet, Type-C zaryadlash kabeli, tonometrning o'zi va shunday stend, ya'ni podstavka va qo'llanma bo'ladi. Tonometrda rus tilida ovozli funksiyasi ham mavjud. Uni o'chirib qo'yish ham mumkin. Bundan tashqari ikkita foydalanuvchi uchun alohida xotira funksiyasi bor. Uni o'zingiz almashtirishingiz mumkin va har bir foydalanuvchi uchun 90 ta o'lchamni saqlash xotira funksiyasi bor. Qon bosimini o'lchashda aniq natija olish uchun ma'lum bir qoidalarga rioya qilish zarur. Birinchi o'rinda qulay o'tirib oling va manshetni kiyib oling. Manshet tirsakdan 3 cm da yuqori bo'lishi kerak. Bu taxminan 2 barmoq. Manshet trubkasi tomir ustida turishi kerak. Shunday mahkamlanki, 2 barmoq bemalol tepasidan kirib chiqa olishi kerak. Agar noto'g'ri kiygan bo'lsangiz, yuqorida krestik belgisi chiqadi. Trubkaning o'zini tonometrni maxsus teshik joyiga o'rnashtiramiz va 10 daqiqa tinch holatda kutamiz. 10 daqiqadan so'ng tonometrni yoqamiz. Bu yerda 3 ta tugma bor. Start stop tugmasi yoqish yoki o'chirish uchun. O'lchash davomida gapirmaslik va harakatlanmaslik tavsiya etiladi. O'lchanayotgan qo'l esa xuddi manshetning o'zi kabi yurak bilan bir darajada turishi kerak. Bu yerda rang shkalasi joylashgan. Bosim ko'rsatkichi yashil norma, sariq oshgan va qizil yuqori bosim. Ekranda hozir tonometrni ishlatayotgan foydalanuvchi ko'rsatiladi. Birinchi yoki ikkinchi ularni almashtirish ham mumkin. Tonometr nemis standartlari bo'yicha ishlab chiqarilgan va akkumulyatori taxminan 1 yilga yetadi. Agar tugab qolsa, komplektda Type-C zaryadi ham mavjud. Keling, foydalanuvchini o'zgartirish rejimini ko'rib chiqamiz. Set tugmasini bosib, uni ushlab turamiz. Hozir birinchi foydalanuvchi yonyapti. Mem tugmasini bosamiz va foydalanuvchi almashadi. Shu bilan ikki kishi o'z ko'rsatkichlarini bir-biridan alohida saqlab borishi mumkin. Agar shunday holda qoldirmoqchi bo'lsangiz, set tugmasini bosasiz. Tonometr ikki foydalanuvchi uchun har biriga 90 tadan o'lchov xotirasiga ega bo'lib, sana va vaqt bilan birga ma'lumotni saqlaydi. Xotirani ko'rib chiqqaningizda tonometr avvalo oxirgi 3 ta o'lchovning o'rtacha ko'rsatkichini ko'rsatadi. Keyingisi bu ovoz. Uni o'chirib qo'yishingiz mumkin yoki yoqiq holda ham qoldirishingiz mumkin. Qon bosimini SSC bilan uy sharoitida nazorat ostida ushlab turing.